Bugun sizlar bilan o'tgan yili trenddan tushmagan Nutella yoki Kinder tort retsepti bilan bo'lishaman. Sizlarga oson bo'lsin deb hamma narsani qoshiqda o'lchab soldim. Birinchi o'rinda 5 ta dona tuxumni oqini sarig'idan ajratib, 5 qoshiq shakar bilan ko'pirtirib olamiz. Oppoq massaga kelgandan keyin esa 6 qoshiq un, 3 qoshiq kakao, yarim piyola yog' va yarim piyola sut solib aralashtirib, biskvitimizni 180 gradusda 45-50 minutda pishirib oldim. Biskvitimiz pishguncha shu sirli kremni sizlar bilan birga tayyorlaymiz. Aniq ketadigan masalliqlarni video tagida yozib qoldiraman. Sizlardan bitta so'raladigan narsa past olovda yaxshilab aralashtirib quyuq holga keltirib olish. Kremimiz tayyor. Endi esa mevalarni maydalab turamiz. Pishib chiqqan biskvitni tepasini olib, ichini o'yib olamiz. O'yib olgan biskvitimizdan trifle yasab olsak bo'ladi. Tortimizning ichiga tayyorlab olgan kremimizni suramiz. Uni ustidan ho'l mevalarimizni solib, yana ustidan xohishga ko'ra krem surib olsak bo'ladi. Eng ustidan esa Nutella yoki choko krem pastasini yaxshilab suv hammomida eritib, ustidan quyib chiqamiz. Shunaqa shokoladli, zo'r, sochli tortimiz tayyor. Xohishga ko'ra qulupnaylar bilan bezatib, bemalol dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, do'stingizga jo'natib qo'yinglar.